Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimiz a'zolari. Hammalaringni kirib kelgan Ramazon kunlari bilan tabriklayman. Sizlarga kuch-quvvat, Allohim o'zi kuch-quvvat bersin. Ramazon, ro'zai Ramazonlarni eson-omon, sog'lik, salomatlikda o'tkaza olmoqlikni hammamizga nasib ro'za aylasin. Mana bugungi mavzuyimiz bahorgi ko'ruv mavsumlarida, ya'ni o'sha kuzdagi xatoliklar ta'siri mavzusida suhbatlashamiz. Ekranga yaqinroq o'tirib, bittadan like tugmasini bosib, kanalimni qo'llab-quvvatlab turinglar. Buning uchun sizlarga rahmat aytaman. Ana o'tgangi darsda aytib o'tib ketdik. Asalarichilik bu nihoyatda nozik bo'lgan bir kasblardan biri hisoblanadi. Bunga endi hali hobbi sifatida, oddiy bir yondashuv sifatida uyimga olib kelib bir ikkita oynani qo'yib qo'ysam, qari uchib tursa tomosha qilib turaman yoki 4 ta oynani olib kelib qo'ysam, shundan asal olib tursam, shunaqa degan o'y-fikrlar bu nihoyatda bir xato hisoblanadi. Bunga bu asalari nihoyatda bir o'ziga bir mashaqqat, ko'p shunaqangi narsalarni talab qiladigan bir jonzot hisoblanadi. Mana sizlarga asalarichilikda asosiy bir negizini tashkil qilish to'g'risida bir qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Bunda shundan iboratki, asalarichilik turlari mana quyidagilarga bo'linadi. Birinchi o'rinda bu 50-60 tagacha bo'lgan oilalar, bular havaskor asalarichilar hisoblanadi. Ya'ni misol, asalarichilik bilan shug'ullandi, bir 2 yil, 3 yil yoki 4 yil ichida 50 ta 60 ta oilaga chiqardi. Bu mana shunday holatdagi shug'ullanib turgan asalarichilar, bular havaskor, ya'ni ruschasiga aytganda lyubitelskiy paseka deyiladi. Bu o'sha havaskor asalarichi hisoblanadi. Endi 50-60 tadan boringini ko'paytirish boshlandida, endi uni 500 tagacha va 500 tadan oshiq oilalar sonini ko'paytirish shunaqangi darajaga olib chiqildi. Bunday oilalar bilan shug'ullanadigan asalarichilar, ular o'sha pромышленный paseka deyiladi. Ya'ni bu asalarichilik darajasini sanoat darajasiga olib chiqqan arichilar hisoblanadi. Endi bu 500 tadan oshiq bo'lgan arilar, asalari oilalari ozmuncha mehnat talab qilmaydi. Bunga o'zgacha yondashuv bo'lishi kerak. Hammasi bir konvert hisobida yondashilgan, har bir oila bilan individual shug'ullanadigan, asalarichilikda xatolik nihoyatda kam bo'lgan miqyosda shug'ullanuvchi shunaqangi opitniy qarichilar mana shu 500 tadan oshiqqacha bo'lgan oilalar bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Chunki bu qari oilalarni agar bitta xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, shuncha qari oilangiz nobud bo'ladi. Bunda siz agar opitingiz sizni o'sha yillar davomida olib borgan praktikalar bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqangi oilalarda ushlab turish sizga nihoyatda qimmatga tushishi mumkin. Bunda adashish sizga nihoyatda qimmatga olib keladi. Shuning uchun bular mana shunday oilalar bilan shug'ullanadigan qarichilar, bular серьезный shunaqangi asalari boquvchilar hisoblanadi. Bular o'sha sanoat darajasidagi pромышленный pasekalar hisoblanadi. Endi 500 tadan ham oshiq, mana 500 tadan oshirib 2000 ta, 3000 ta, boring yana 5000 tagacha bo'lgan oilalar, bular o'sha shug'ullanuvchilar, mana shu endi bular o'sha pромышленный производственный pasekalar deyiladi. Bunda borgan sari oilani hisobi ko'payib ketganligi uchun nihoyatda o'sha sanoat darajasidan ham yuqori darajada asalni o'zi bevosita qayta ishlovchi sexlari bor va asalni qayta ishlash jarayonini o'tkazuvchi, umuman qo'yingki, asalari bilan bog'liq bo'lgan hamma ishlarni o'z ichiga oladigan nihoyatda katta shunaqangi bir kompaniya hisobidagi narsa bu o'sha pромышленный производственный pasekalar hisoblanadi. Bunda endi mana
10 mingtadan oshiq bo'lgan, ya'ni 4-chi toifada 10 mingtadan oshiq bo'lgan asalari oilasini boquvchilar, bular mana Kanada, rivojlangan Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Argentina mana shu joylarda nihoyatda kuchli shunaqangi qari oilalarni ushlab boqadigan katta kompaniyalar bor. Bular nihoyatda o'sha yetuk darajaga yetib borgan. Bular o'zida maxsus laboratoriyasi, ona ari ishlab chiqarish alohida sexlari, ona ari yetishtirish alohida, qo'yingki asal ishlab chiqarish, gulchang, boshqa asalarichilikdan tashqari boshqa yashik hamma u qo'yingki hamma kompleks ichiga oladigan shunaqangi kompaniya. Shular mana shu 10 mingtadan oshiq ari ushlovchi shunaqangi asalarichilar hisoblanadi. Ular nihoyatda o'zi talabchan, ham katta ishchi kuchiga ega bo'lgan shunaqangi bir shunaqangi kompaniya hisobida hozir rivojlangan shunaqangi asalari oilalari bilan серьезный shug'ullana turgan asalarichilar borligi mana shu davlat miqyosida jahon o'sha asal sistemasini boshqarib qayerda qanaqangi nima kerakligi to'g'risida hammasi ularning informatsiyaga ega bo'lib turadi. Bu endi shunday narsani talab qiladigan narsa. Bu asalarichilik nihoyatda katta bir o'ziga talab qiladigan soha. Shuning uchun buni chuqur o'rganishga to'g'ri keladi. Bunga yengil-yelpi yondashib, o'zaro bir bunaqalarda suhbatlashib, kelsa kelmasa 15 bir kimlardan bo'lsa o'rganib shunaqangi ketaveradigan bir kasb emas bu. Bu bilan alohida bir shug'ullanadigan shunaqangi bir o'ziga talab nihoyatda katta bo'lgan kasb hisoblanadi. Endi mana bu o'sha asalarichilikka taalluqli bo'lgan shug'ullanadigan insonlar, sizlar oldindan o'ylab shunga bir alohida yondashish kerak bo'ladi. Asalarichilik bilan shug'ullanadigan odam o'zini oldiga nihoyatda katta rejalarni qo'yishga to'g'ri keladi. Bu to'g'risida mana oldingi darslarda ham aytib o'tib ketganman. Qanaqangi asalarichilikda bo'ladigan shug'ullanishlik uchun kerak bo'ladigan shunaqangi o'y fikrlar boshqalar hammasi oldin asalarichini miyasida tug'iladi. Miyada tug'ilgandan keyin uni sekin asta amalga oshirish kerak bo'ladi. Amalga oshirish uchun nima kerak bo'ladi? Amalga oshirish uchun oldin mablag' kerak bo'ladi. Kalla, miya kerak bo'ladi. Fizически sog'lom bo'lish kerak bo'ladi. Uni amalga oshirish uchun yetarli darajada bilimga ega bo'lish kerak bo'ladi. Agar bilimingiz yo'q bo'lsa ham, boshqa yo'q bo'lsa ham shunaqangi asalarichilik sohasida oqsoqlik yuzaga keladi. Shuning uchun asosan mana shu darslarimizni tinglab boringlar. Asalarichilikka taalluqli bo'lgan nihoyatda ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Mana bugungi mavzuyimizdan chetlashmagan holatda mana asalarichilikda asosan bir shunaqangi ari oilalarini kuzdagi ishlari mana nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan shunaqangi jarayon hisoblanadi. Endi bu kuzgi qishki mavsumda nihoyatda o'ziga xos bo'lgan tadbirlarni o'z vaqtida asalarichi o'tkazishi kerak bo'ladi. Agar o'sha kuzgi qishki tadbirlarni vaqtida o'tkazib, vaqtida o'sha asalarini ishini vaqtida qilib qo'ymas ekan, u mana bahorda, erta bahorda ari oilalarning nobud bo'lishligi yoki kasallanishligi va nojo'ya shunaqangi bir holatlar yuzaga kelib qolishligi o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Bu o'sha kuzgi tadbirlarda o'z vaqtida olib borilmaganligi va qishga kirib keta turgan oilalarni tayyorlanmaganligi oqibatida shunaqangi hodisalar yuz beradi. Shuning uchun kuzgi shunaqangi ishlarni o'z vaqtida bexato bajarish lozim bo'ladi. Mana bahorgi ko'ruv paytida shunaqangi quyidagi xatoliklar kuzatilishligi mumkin bo'lishligi mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda ko'rishimiz mumkinki, ari oilasini yashaydi ochdik.
arilarni yonida shunaqangi ovqat turibdi, lekin arilar halok bo'lgan. Mana bu ham bitta shu o'ziga yarasha xatolikni talab qiladigan shunaqangi jarayon hisoblanadi. Endi ikkinchi holat bu kana yoki viruslar. Asalari oilalarida mana boqishda o'zlaring bilasizlar, mana juda ko'p marotaba bu to'g'risida chatlarda, mana Telegramda, boshqa joylarda, boshqa insonlar nihoyatda ko'p darslar, boshqalar hammasi berilgan. Bu asalarining asosiy kushandalaridan biri kana va viruslar asalari oilalariga nihoyatda katta ta'sir o'tkazadi va katta talafotlarga olib keladi. Bu ikkinchi bir ko'rinish. Endi uchinchi holatda mana nazimatoz yoki o'sha bahorgi ari oilalarini o'sha noto'g'ri yondashuvligi oqibatida shunaqangi holatda ham asalari oilalarining kasallanishligi, o'sha nazimatoz va boshqa kasalliklar bilan kasallanib qolishligi o'sha asalari oilalariga noto'g'ri yondashilganligi oqibatida. Endi mana to'rtinchi holatda namlik yoki havo almashinuvi yashikda shunaqangi o'z vaqtida bajarilmaganligi yoki ta'minlanmaganligi oqibatida havo almashinuvini buzilishi, namlikni ortib ketishi, mana shu jarayonlar o'z navbatida asalari oilalariga ta'sir qiladi. Mana shu holatda ham ari oilalarning bir qismi nobud bo'lishi mumkin va o'z-o'zidan ari oilalariga katta talafot yetkazishi mumkin bo'ladi. Va beshinchi holatda qari ona ari bilan qishga kirganda, ya'ni o'sha qari ona bilan qishga kirib ketsa, arilarda ham bahorga chiqib agar tuxum qo'yolmaydigan bo'lsa, unda ham o'z navbatida shunaqangi nojo'ya ta'sirlarga olib keladi. Endi mana ari oilasini mana 6-holatda ari oilasini romkalar holatiga qarab qisqartirmaganligi yoki o'sha romkalarni holatiga qarab nechta romkada o'tirgan bo'lsa, shu holatda joylab qo'ymaganligi oqibatida ham o'z navbatida ari oilalarida rivojlanish bosqichi orqada qolishligi mumkin. Bu ham sabablardan biri hisoblanadi. Endi 7-holatda bahorgi oilalarning kuchsiz oilalariga ta'sir, ya'ni o'sha bahorda mana o'sha kuchsiz oilalarga o'z navbatida shunaqangi tashqi omillarning ta'siri, rivojlanishni sustligi, mana shular o'z navbatida nima qiladi, ta'sir o'tkazadi. Bu ham bitta sabablardan biri hisoblanadi. Endi 8-holatda qari ishchi arilar bilan qishga kirishlik. Bu ham o'ziga yarasha katta talafotlarga olib keladi. 9-holatda ona arisi bor, ovqati bor, lekin bir qarashda arilar yaxshiga o'xshab ko'rinaveradi. Ochasiz, ovqat turibdi, ona ari bor, yuribdi, lekin negadir ari oilasida rivojlanish yo'q. Bu ham sabablar, o'ziga yarasha sabab. Bahor 10-holatda shunday bo'lishligi mumkinki, bahorda o'sha nimalar mevali daraxtlar gullagan paytda insonlar tomonidan hozirgi paytda nihoyatda zaharli pestisid dorilar sepishligi oqibatida asalarilarga ta'sir qilib qolishligi ham o'z navbatida asalari oilalarini orqaga tortib shunaqangi ishchi arilardan o'lishligi oqibatida ari oilasini orqaga tortishlik kuzatiladi. Bu ham sabablardan biri hisoblanadi. Endi mana sizlarga yuqorida sanab o'tib ketdim. Shu 10 holatda shunaqangi kuzdagi va erta bahordagi mana shu xatoliklar sabab ari oilalarni nobud bo'lishligi, rivojlanishdan orqada qolishligi va hokazo shunaqangi sabablar
bilan bevosita oilalarni rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Yoki nobud bo'lib, qirilib, o'lib ketishligigacha olib keladi. Mana shu yuqorida sanab o'tib ketilgan 10 ta shunaqangi xatolikni mana hozir bevosita sanab aytib o'tib ketdim. Endi bu xatoliklarni kengaytirilgan holatda keyingi darslarimizda hammasini yoritib beraman. Bular o'ziga yarasha nihoyatda katta shunaqangi tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu kuzda shunaqangi mana bahorda shunaqangi xatoliklar bo'lmasligi uchun kuzda nima qilish kerak edi? Bahorda yana nima qilish kerak edi? Yoki qish mavsumida nima qilish kerak edi? Mana shu savollarga javob berib aytib o'tib ketaman. Bu keyingi darslarda Xudo xolasa mana shu darslarimizni yoritib boramiz. Mana shu 10 ta sanalgan shunaqangi xatoliklarni yoritib berishga harakat qilaman. Mana shu darslarimizni ko'rayotganlar oldindan sizlarga rahmat aytaman. Kanalni qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bosib bittadan a'zo bo'lmagan insonlar a'zo bo'lib shu kanalimizga yaqindan shunaqangi yordam berib tursalaring, ko'proq insonlarga yetib borishligiga o'z hissalaringiz qo'shishlaringizni so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.